Bruni plyonka qilishdagi xatolik kraskasi uxladi. Hammasi tamom deydi. Nissan Patrol avtomobilimizda Bruni plyonkasini shilib turib qaytarib qo'yamiz. Zavod kraska bo'lmasa sepilmagan, lekin ko'chirish jarayonida ko'rayotganingizda ko'chib qoldi. Eng qiziq tomoni nima aytaymi? Mijozni o'zi men qarashaman deb ko'chirayotgan paytlarda o'zlari ko'chirib qo'ydilar. Agar shu narsa usti qilayotgan bo'lganida, kamida sizlar mashinaga sepib turishga $200 gacha tayyor bo'lishingiz kerak bo'lardi. Endi qilayotgan ishimizga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu chastida ko'rayotganingizdek silishim katta havo bo'lib turibdi. Mana figura sirazi kirib chiqqanligi uchun ko'pchilik mana masjidga primer surib Bu eng katta xatolardan bittasi. Ertaga ko'chirish jarayonida tozalash kerak. Agar kraskasini ko'chirib chiqarsa, o'z yiliga silishim ancha ish ko'payib ketib qoladi. Bunaqa paytda yechimi nima bo'ladi deydigan bo'lsanglar, tortib olganingizdan keyin qanamtidan sekin ko'tarasizlar va plyonkani ozgina ichkariga berasizlar. Mana ko'rganinglardek qiyin emas, faqat Bruni plyonka qilishdan oldin figurani mos tushunib olib o'rganib olish kerak va shu bo'yicha harakat qilish kerak. Agar o'ylamasdan turib sirazi qiladigan bo'lsanglar, qilish jarayonida ancha ko'p o'ylaysizlar, bu sizlarga xato keltirib chiqadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmaysizlar.